siz umra va hajni farqiga borasizmi? Afsuski, oramizda uni farqiga bormaydiganlar juda ham ko'p. Umraga borsangiz, hajga yaxshi borib keldingizmi deyishadi. Shu sababli bu videoni sizlarga taqdim etaman. Haj amallarini bajarish uchun mehmonxonada g'usl qilib, ihrom liboslarimizni kiyib, bitoqa, ya'ni pasportlarimizni taqib yo'lga chiqdik. Bu pasportsiz sizni hech kim Mino vodiysiga qo'ymaydi. Shu sababli faqatgina davlat tomonidan haj amaliga kelish kerak. Bu yerda minglab palatkalar bor. Har biriga kamida 100 tadan inson sig'adi. O'zimiz uchun belgilangan Sirdaryo 4-guruh palatkasi tomon yo'l oldik. Ayollarni ko'rib turibsiz, qancha hammamiz sirdaryolikmiz va bizga mana shunaqa zich yumshoq o'rindiqlar berildi. Bular yoylar ekan, ustida bemalol uxlasangiz bo'ladi. Avvallari bu yerda hech narsa, yumshoq o'rindiq tugul, palatka ham, gilamlar ham bo'lmagan. Odamlar yer ustida tunlarini o'tkazib ushbu amallarni bajarishgan. Kunduzi esa issiq suv, choy, kofe, hamma narsa muhayyo edi. Bir tunimizni shu yerda o'tkazdik. Ertalab esa nonushtalar berildi. Hamma sharoitlar bor. Nonushtani qilib ibodatda o'tirdik. So'ngra tushlik berildi. Hammasini qo'ldan kelgancha ayollarga birgalikda tarqatdik. Menga eng yoqqan tomoni aynan O'zbekiston Respublikasidan tashrif buyurgan barcha hojilar uchun o'zbek ovqatlari berildi. Muzdek xonalarda mazza qilib ibodat qilib, xush kayfiyatda Qur'onlarimizni o'qib, ibodatlarimizni qildik. Ovqatlarini mazasiga esa umuman gap bo'lishi mumkin emas. So'ngra 2,5 kun o'tib Arofat tog'i tomon yo'lga chiqdik. Bu Arofatni atrofidagi palatkalar hisoblanadi. Kamida 200 ta ayol sig'adigan palatkaga kirib joylashdik. Bu yerda o'rinlarimiz biroz boshqacharoq, ya'ni ko'rib turganingizdek shunaqa holatda edi. Har birimizga zontik, Muzdalifada yotishimiz uchun choyshaplar, termoslar, issiqqina choylar uchun va yuvinishimiz uchun sovun, zubnoy pasta, shotka, har xil kerakli narsalar berildi. Ayollar bir-birlari bilan so'rashib, diydorlashib, mazza qilib choy kofelarimizni ichib, so'ngra hoji onalarimizni duolarini olib, Arofatdagi amallarimizni ham boshlab oldik. Bu yerda qadrdonlarimizni ko'rganimiz yanada bizni xursand qildi. Yo'lda esa ovqatlar tarqatilayotgan ekan, ularni olib, onajonimni 2 dugonalari bilan birgalikda Arofat tog'iga ham yetib keldik. Odam alayhissalom hamda momo Havo yer yuziga tushgach 300 yil bir-birlarini topa olmay aynan shu tog'da ko'rishishadi va diydor uchun Muzdalifaga yo'lga chiqishadi. Shu sabab bu yerda asrdan shomgacha duo qilish kerak. Duolarni qilib, yeguliklarimizni olib Muzdalifa tomon yo'lga chiqdik. Mana shu yerda Odam alayhissalom bilan momo Havo visol onlarini o'tkazib orom olgan ekanlar. Shu sabab bu yerda oz bo'lsa-da orom oling, chunki bu uyquni umringiz davomida hech qayerdan topa olmaysiz deyishgandi. Men ham ozgina mizg'ib oldim. So'ngra bu yerda ham duolar qilib, ibodatlarimizni amalga oshirib, bomdodgacha o'tirdik. Shaytonga otiladigan toshlarimizni ham shu yerdan terib oldik. Bomdod namozini o'qib, yanada Allohdan kuch-quvvat so'rab Mino tomonga qaytdik. Kelganimizda ancha kun yorishib qolgan edi. Biroz dam oldik va jamarot, ya'ni shaytonga tosh otish uchun yana yo'lga chiqdik. Guvohi bo'lganingizdek, qancha yayov yurmoqdamiz. Borish 3 kilometr, qaytish 3 kilometrlik masofadan iborat edi. Birinchi kuni faqat bitta shaytonga, eng kattasiga tosh otilar ekan. Barcha mazlumlar uchun, singan qalblar nomidan hamma uchun toshlarimizni otib, to'yib yig'lab, yana Minoga qaytdik. Qaytganimizda bizni mazali taomlar kutib turgan edi. So'ngra mikrofonda qo'ylarimiz, qurbonliklarimiz so'yilganini va haj amallari qisman tugaganini aytishgandan so'ng hech kim o'zini to'xtatib tura olmadi. To'g'risi videoga ovoz yozyapman-ku, lekin yig'idan o'zimni to'xtata olmayapman. Har bir mo'min musulmonga Alloh taolo yaqinlari bilan birgalikda, ayniqsa yoshlarimizga ota-onalari bilan birgalikda haj amallarini bajarishlikni nasibi ro'z aylasin. Bu hayotimdagi eng baxtli lahzalar edi. Albatta hali oldinda bizni yana 2 kunlik mashaqqat kutayotgan edi. Oradan 5 kun o'tgan bo'lsa-da, hali ham haj amallari tugamagan edi. Buni haqiqiy mashaqqat desa bo'ladi. Onajonimdan, yoshi ulug' onaxonlarimizdan, dadajonimni tabriklab, ulardan ham duolarini oldim. Videoni davomini ko'rishni xohlasangiz, meni kuzatishda davom eting.